Alaykum. Sizlarga rahmat. Bitta gapni aytaman. Chunki biz kecha kuni 26 ta obunachi bo'lib turdik. Sizlarga kattakon rahmat. 30 ta obunachi bo'lsam video chiqaraman degandim-da. Rahmat sizlarga 30 ta obunachi bo'lib psixologiyani kulturagan yo'q. 40 ta obunachi bo'lsa endi yana ikkitadan video chiqaraman endi. 10 ta obunachiga o'tsa 5 ta obunachi ko'paysak bitta video chiqaraman. 10 ta obunachiga ko'paysak bitta video chiqaraman. Bugun mana yangi o'yin tartibida mana shu o'yinni o'ynaymiz. Hozir bu o'yinda o'ynab o'sganman. Mana ismini hozir videoni oxirida qo'yizaman. Agar sizlarga kartalarning pullarim bo'lsa, mana chekkaga 560 US dollar turibdi. Ashuni bosasizlar mana kartangiz nomerini kiriting degani chiqadi mana hozir. Mana bank kartasini kiritish turibdi. Ashunga kiritaverasizlar. O'yinni boshlayapmiz. Biz do'stlar nima ketdik qani? Mana karyerda shunchalar mashina ochganman. Birinchi sizlarga Kia Rio beradi. Bunday hozir o'yinda ko'rsatadi. Bitta menishga. Hozir dedim bo'lmaydi. Bunchakda bo'ldi tepasida ashakda skorost yaptı. 100'dan tez yursa ashakdan pul beraveradi. 7 dollar 9 dollar 100'dan pasaga tushdi. Mana skorost chiqadi. 100'dan oshganda 100 skorost chiqadi. Dollar sen tezlashtiryapti. Yo'q, mashina 200 dollar. Pul to'plab tezroq mashina olaverasizlar mana. Chiqadi tvoya ochki. Pastda eng chekkasi Graytsnovan tepasida 348 dollar chiqyapti. Bugun mana shunaqa qilib nima bo'ldi? Hozir ham mana ha, tochkali edim, kechirasizlar. Tochka dasturda. Hozir ham do'stlar kechirasizlar. Mana chiqib qoladi. Mana menyuga kiramiz bo'lmaydi. Bugun qaysi mashinani olib ko'rsataman. Bu juda qiziqarli video bo'ladi. Sizlarga ham tavsiya beraman bu o'yinni. Mana uzunlargacha ko'tarilganman. Shularda deb pul topganman. Mana X6 bor. Shu keyin men Corvette mana shunaqa bor. Mashina ochlaganman, keyin bu Mercedes ochganman. Mana X6 bor, Volkswagen Golf bor. BMW M5 F60 mana shunaqa ha. FM xullas. Misol uchun o'zimda Mercedes banan bor. Bundan sal oldinroq bor. Mana shu Mercedes bor. Keyin X7 bor. Bag'roqda shu Mercedes bor. Keyin karyerdan topgan bu BMW'ni o'zi bergan. 20 kundami 10 kun o'ynasanglar beradi. Mana karyerdan boshlagan shu Volkswagen Golf bergan. Buni pulga ochmaganman. Mana hozir bularning egalarini ko'rsatib beray, sizlarga qachon chiqardi. Bitta kechirasizlar chiqmasdi. Mana karyera turibdi boshdan. Angelika turibdi. Ashunga Volkswagen Golf edi. Mana hammasini yutganman. Defayt deyapti. Yutgan degani. Qaysi mashinada boshlasak bo'ladi? Bang'in ishqibozlari ko'p shekilgan aytdi. Bang'in boru mana shunda boshlaymiz endi. Keyin Mercedes ham xafa bo'lib qolmasin. Mercedes ham o'ynaymiz. Bugun endi hozir BMW M5 anaqani ko'rsatdimmi buni? Hozir. Xafa bo'lmaylarmi o'ynaganimga? Mana shu BMWni ochib tuning qilamiz sizlar. Bu necha ming ekan? 50 ming? Yo'q, o'zi pul beradi. O'zimda pulni 43 ming yig'ishimiz kerak ekan-da. Dadamning telefonida ham bu bor bu o'yin. BMWda chiqadi bo'ldi. Qaysi birisida tanlasa bo'ladi?
Swagnaga yezdi turibdi-yu Swagnaga. Unda drift qiladi. Bizga unda M4 o'ynaylik. Xo'p, deydilar. Mercedes'da haligi quyosh botishini o'ynaymiz. Bugun to'rtinchi noyabr. Bugun 4 noyabr. 1:29dan kechqurungi 1:30da zilzila bo'ldi. Zilzila bo'lganlar bormi? Navoiyda bitta Surxondaryoda bormi? 70-75. O'zbekiston o'g'loni. Sizlar bu o'yinni tortishinglarga maslahat beraman. Chunki zo'r o'yin. Faqat sizlarda karyera yo'q bo'lishi mumkin. Chunki mening telefonimga qo'shilgan. Oynaga to'g'ri qo'shilgan ekan. Kartas chiqdi dedi. Dadamnikiga endi qo'shishadi. Ammo lekin karyerga yetganlarni ko'rganlar. Ikkinchisida bo'lgan bir filmni yaratdi. Aslida bu yana unaqa yaxshi o'ynaydi. Nima undan qiladi? Birinchi bo'laman. Yo'ldan kirib o'ynashinglar mumkin. Keyin Ispaniyani olib o'ynashlaring mumkin. Hozirchalik unaqa qilib turaman. Do'stlar, kechirasizlar, telefonga qiladi. Endi boshlaymiz. Eski variantini. Şimdi çıkıyorum. 100'den aşağıya tezliğinde bir de oldu buraya sonra arkaya böyle şuna oran ettik. İlk başta tekrar drift kartları en tepesine çıkışıyor çünkü arkada. Bu drift'ten işte drift kartları değil. İki tane aşağı bitti. Mesela bir kere mesela. Bitti kartları.
olib olamizda 5000 ni. Mana 5000 ko'rsatadi. Endi merchilar ham xafa bo'lib qolmasin. Merchda ham o'ynaymiz. Endi bularni menyuga ko'chib, sizlarda qatnashni qatnashni biladi. 13 dan o'tkazgan bo'lishi kerak endi mana. Hozir Mers bananga qoladi. Telefonda FPS pas. E'tibor bermay qo'yinglar. Lekin aktivlarni ochaylik 80 minutga qimmat-a? Ko'p. Telefonda joyi yo'q. Aslida kechirasizlar ishlar. Zakatda o'ynab ko'raylik. Yaxshi o'xshab qo'yilgan. Hozir ochib ko'rsataman. Sen boshlayapsan. Mana orqasini qarayapsiz. Eksichki. Bu qizilni qaraylar. Eksichki o'xshabdi. O'xshabdi. Birga bir, ha? Oldi faqat sal boshqacha. Mana oldisi to'g'ri o'xshaganmi? Oldi bamperi qora. Birga bir o'xshatiladi. Burishlar bu. Orqasidan qaranglar. O'xshagan, faqat balonlar sal boshqacha. Endi ishlanishi sal qiyshiq. Buni o'zim ishlab chiqaman. Chalon.
Dizel nimani anglatadi desalar, mashinani yurishini. Chunki 54% qolib, asl 99 yoki 90% qilsak, bitta ursani bo'ldi. Mashina to'xtab qoladi. Motorda, motor. 54% ketdi, 36% qoldi. Sizlarga atelakda berib ko'rsatdim. Hali o'rgansalar, men ishni bilmasa ekan nimalar. Endi to'g'ri qaraman. Keyin mana bo'ldi. 36% ketdi. Nechun ko'rdim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Amayli e'tibor bermayman. Shunchalik bag qoladi. Ikkisida ham o'ynaylikmi? Endi sizlar keyingi safar izohga qoldirib ketinglar. Qanaqa mashinada o'ynash mumkin? Keyingi safar pul to'plab o'zi video qilib chiqaganlar. Telefonni xotirasini katta qilib kechirasiz qolganligi. Boshqa taraflari restart qilib sizlarga qanaqa mashina qilib qoldi. Mana Gentra o'zbek mashinalaridan chet el mashinalaridan bitta chet el. Gentralar menga kerak. Audi RS6 Avant. Orqamda yumshab hisoblanadi orqada. Lekin keyingi safar to'g'ri mumkin kattadan bir ketdan bag bo'lib qolib, ko'rishlik bermasa Ferrari olarmi? Ferrari 456. Kadar olsun isterdim. Tam izohda yozib qoldim. G'alati bolalar bittasi oddiy Xohlasiz tepasiz haqiqiy do'stlik. Tipsigaram yig'lamaydilar. Nima ketaveradi. Bu videolar shuning 21 turibdi. Chekkada moshina turibdi, chekkada turibdi. 6 soat 7 qulatashida eng chekkadagi moshinaning rasmi. Toshkentga pastdagi sandalga qarashlar 21 ming turibdi. Aytib o'zgarsa bo'ldi. Men moshina o'tmagan bo'laman. Xayr, sizlar bilan Zvopper bo'ldi.